Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Akajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Sardorbekning dadalariga tushdingmi? Amin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizni Namangan viloyatidan bezovta qilyapmiz. Ayni damda ismim Asadbek. El orasida yangi o'sib chiqayotgan nihollardan birimiz qo'shiqlar aytamiz. Shu yaxshi qo'shiqlar aytganimizga farzandingiz bizga aloqaga chiqib, bugun dadam tug'ilgan kunlarini Germaniyada nishonlayaptilar. Bizdan uzoqdalar. Yo'lda bo'lib qolishlari mumkin. Ko'p telefon qilasiz, lekin aniq bitta qo'ng'irog'ingiz tushadi. Olib telefonlarni ko'targanlardan keyin men yuborgan she'rlarni va men xohlagan qo'shiqlarni aytib xursand qilib qo'ying deyshodilar. Xudoga shukr, mana bittada sizga tushdik, bog'landik. Eng yaxshi tilaklarimiz va eng yaxshi tabriklarimizni barcha yaqinlaringiz, o'g'lingiz, oila a'zolaringiz nomidan sizga tilab qolamiz. Katta rahmat, e'tibor uchun katta rahmat. O'zlaringiz ham jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat kattakon. Sardorbek qalin ukamiz biz ko'p oldinlari ham bizga bunaqa zakazlari bilan bunaqa yaxshi kunlarda bog'lanib turishgan, aloqada bo'lganmiz. Yaqinda yana murojaat qildilar, dadam tug'ilgan kunlari deb bitta chiroyli she'r jo'natibdi. O'sha she'rni hozir farzandingiz nomidan o'qib eshittiraman. Eshitaman. Rahmat. Duolar qildingiz, iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab. Baxtga yetishimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Men deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga ming shukr. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Men sabab halovat bilmaganimsiz, mening ertam uchun tinmaganimsiz, har qachon yonimdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Turli tuman gap so'zlarni tinglar quloq, davralarga chorlaydilar yaqin yiroq. So'zlashaman hamma bilan do'stlar, biroq suhbatlarning eng yaxshisi dadam bilan. Duosidan qo'lim oyni tutib turar, eshigimdan baxtlar navbat kutib turar. Yutqazmaydi ko'nglim doim yutib turar, omadlarning eng yaxshisi dadam bilan. O'g'lim desa yurakginam darddan xoli, bukolmaydi qaddimni hech g'am shamoli. Boshim baland mag'rurlikda tog' misoli, savlatlarning eng yaxshisi dadam bilan deb yakunlabdilar. Rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Biz sizni dam olish paytingizga tushdik adashmasam, qo'ng'iroqda. Men oqshom ishlayman-da, endi azki yotganimda. Juda yaxshi bo'pti. Lekin juda xursand bo'ldim. Xursand bo'lgan bo'lsangiz, biz ham xursandmiz. Hozir gitara chalaman, jonli ijroda chiroyli qo'shiqlarni ham hadya qilmoqchiman. Eshitaman, rahmat. Qaddi tik bir qoyaman, otamni soyasida. Men baxtiyor bo'laman, otamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim. Yashnadim, hech so'lmadim, otamni soyasida. Ey dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim. Yashnadim, hech so'lmadim, otamni soyasida. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim. Otam mening jannatim, otamni soyasida. Qizirdek oq soqolli, nuroniy so'zi bolli. Men bir xoqon misoli, otamni soyasida. Ey dadamni soyasida, dadamni soyasida. Men baxtiyor bo'laman, otamni soyasida. Ey dadamni soyasida, dadamni soyasida. Men baxtiyor bo'laman, otamni soyasida. Ey men baxtiyor bo'laman, otamni soyasida. Izlarimni izlab yurgan qadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor.
otasini tavrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Birodarim davring keldi surxo'y. G'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Qara sardor davlat pul demasligin ko'rib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni izlab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini tavrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Salomat bo'ling ilohim. Har doim Sardorbek otam bor deb xursand bo'lib yursang ilohim. Sizga ham katta rahmat Asadbek. Charchamangizlar, ishlaringizga rivoj. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xursand bo'ldim, juda xursand bo'ldim. Juda yaxshi xursand qila olgan bo'lsak xursandmiz. Xudo xolasa bundan kuch-quvvat olib, damlarda olib, keyingi ishingizga zaroy bo'lib chiqishingizni tilakdoshimiz. Ayni vaqtda biz fursatdan foydalanib ovozingizni yozib olyapmiz. Barcha yaqinlaringizga salomlaringizni yo'llab qo'ysangiz, biz buni zapis olib farzandingizga jo'natardik. Men yaqinlarimga hamisha sog'lik, salomatlik tilayman. Ota-onamga umrlari uzoq bo'lsin, farzandlarim baxtimizga sog' bo'lsin. Katta rahmat. Boshim juda bir xursand bo'ldim hozir. Boshim ko'kka yetdi. U tabriklar men odatda unaqa tabriklarni eshitmagandim. Ana. Menga o'zingiz aytgandek juda katta energiya bo'ldi. Ana. Bizlar Germaniya shahrida Furay deymiz. Ana. Musofir yurtda yurib shu mana kirib kelayotgan yangi 2026-yil barcha o'zimizda O'zbekiston xalqi butun musulmonlarga yaxshi kunlar, yaxshi hayotdagi yaxshi amallar o'ziga hamroh bu mana shu 2026-yil hammamizga qutlug' kelsin. Asadbek jumladan sizlarga ham, jamoatingizga ham, ilohim, sizlar ishlaringizga rivoj. Rahmat ilohim, aytganingiz kelsin. Katta rahmat. Musofirning duosini haq deydi. Ilohim aytganingiz kelsin. Katta rahmat. Amin. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa yana mana shunaqa yaxshi kunlaringizda ko'rishib, hali jonli qo'shiqlar ham aytishimizda Xudo xolasa yonma-yon bo'lib, shunaqa yaxshi kunlar ham nasib qilsin. Xo'p. Salomat bo'ling. Charchamangizga rahmat. Xo'p bo'ladi.